Biz Anjan'dan. Otum ağrıp, kattık ağrıdı. Farg'onadagi doktorda eshitib, keldik mana operatsiyalar qildi, yaxshi bo'lib. Operatsiyalarim yaxshi o'tdi. Murodiga yetishsin. Ikki dunyoda kam bo'lishmasin. Allohim. Hozirgi operatsiyadan qo'rqib yurgan bemorlarga nima degan bo'lardingiz? Operatsiyadan qo'rqib yurgan bemorlar qo'rqmanglar. Hoji Akbarga kelinglar. Hoji Akbarni qo'li yengil ekan. Mana bildirmay operatsiyalarni qilib, hech narsani bilmadim. Qachon qiladi desam, bo'ldi deb aytishdi. O'zingizni qanday his qilyapsiz mana 2 Men kundan hozir keyin? yaxshiman. Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riq umuman yo'q, faqat quvvat yo'q xolos. Faqat quvvat. Og'riqdan asar yo'q. Testlarga ham, Hoji Akbarga ham tanajonlari sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Allohu akbar. Amin.